Tasavvur qiling, bugun biz tarixning eng g'ayrioddiy, aql bovar qilmas, ayni paytda o'ta ziddiyatli onglari ustida tahlil boshlayapmiz. Shunday bir faylosofni ko'z oldingizga keltiringki, uning g'oyalari tom ma'noda butun dunyoni olovga tutgan. U inqiloblarga uchqun berdi, bolalar tarbiyasini butunlay o'zgartirdi, tabiat bilan munosabatimizni ostin-ustun qilib yubordi. Lekin, bilasizmi, bu olam shumul g'oyalar ortidagi insonning shaxsiy hayoti, qanday desam ekan, to'liq ziddiyatlardan iborat edi. Bu haqiqiy boshqotirma, asrlar davomida tarixchilar va filosoflarni o'ylantirib kelayotgan sir. Xo'sh, keling, bu sirlar olamiga chuqurroq sho'ng'iymiz. Xo'sh, Jean-Jacques Rousseau aslida o'zi kim bo'lgan? 1712-yilda Jenevada tug'ilgan bu inson shunchaki filosof emas, ajoyib yozuvchi va hatto bastakor ham bo'lgan. Ammo uning falsafasini to'liq anglash uchun avvalo uning g'alati shaxsiyati bilan yuzlashishimizga to'g'ri keladi. Qarang, u fazilat va insoniy yaxshilikning eng sof ko'rinishlariga mutlaqo berilib ketgan inson edi, biroq uning shaxsiy hayotida paranoya, do'stlariga xiyonat va juda shubhali axloqiy qarorlar to'lib toshgandi. U inson erkinligiga butun vujudi bilan ishonardi, lekin ayni paytda odamlardan mutlaq bo'ysunishni talab qiladigan tizimlar uchun poydevor yaratib berdi. Qiziq-a? Va bu biz duch keladigan asosiy ziddiyatni juda aniq ko'rsatib turibdi. Bir tomonda erkinlik nazariyotchisi Russo bolaning tabiiy erkinligini himoya qiluvchi, zamonaviy ta'limning asosiga aylangan mashhur Emil kitobining muallifi. U zamonaviy demokratiyaning otalaridan biri. Ammo tanganing ikkinchi tomonida qorong'i bir haqiqat yotibdi. Bolalar tarbiyasi bo'yicha dunyoga aql o'rgatgan bu buyuk mutafakkir o'zining 5 ta farzandini mehribonlik uyiga tashlab ketgan. Dahshatli shunday emasmi? Va uning xalq irodasi haqidagi o'sha chiroyli balandparvoz gaplari oxir-oqibat Fransiya inqilobida Maksimilian Robespierrening qonli terror hukmronligiga ilhom bergan. Xo'sh, bularni qanday qilib bir inson shaxsiyatiga sig'dirish mumkin? Keling, uning tarixga qarashi qanday shakllanganini tahlil qilamiz. Russoniy tushunish uchun biz vaqt mashinasida hamma narsaning eng boshiga, shaharlar, qonunlar va mulklar umuman bo'lmagan davrga qaytishimiz kerak. U o'zining inqilobiy asari tengsizlik to'g'risidagi mulohazalarida jamiyatning asosiy kasalligini topishga harakat qiladi. U bizdan butun texnologiyalarimizni, tilimizni, umuman barcha ijtimoiy tuzilmalarimizni chetga surib qo'yishni so'raydi. Insoniyatni sof tabiiy holati deb nomlangan bitta tushunchada tasavvur qilib ko'ring. O'sha davrning boshqa mutafakkirlari taraqqiyotni har doim faqat oldinga, yaxshilikka yetkazadi deb hisoblagan. Lekin Russo butunlay boshqacha o'ylagan. Sivilizatsiya paydo bo'lishi insonni aslida buzdi degan xulosaga kelgan. Uning fikricha, ilk tabiiy inson mutlaqo aybsiz, begunoh va sof bo'lgan. Bu fikri bilan Russo o'z davridagi mashhur nazariyalarga, ayniqsa ingliz filosofi Thomas Hobbesning g'oyalariga ochiqdan-ochiq qarshi chiqdi. Hobbes nima degandi? Uning fikricha insonning tabiiy holati chinakam dahshat, doimiy urush, tajovuzkorlik va faqat o'limdan qo'rqishdan iborat edi. Hobbes bizni o'z yovuzligimizdan qutqarish uchun qattiq qo'l sivilizatsiya kerak deb hisoblagan. Ammo Russo bu qorong'i hafsala pir qiluvchi qarashni umuman rad etdi. Yo'q, dedi u. Uning fikricha tabiiy inson juda tinchliksevar, asosan yolg'iz yashovchi shaxs bo'lgan. Ular chidamli, tabiat bilan to'la uyg'unlikda yashagan, boshqalarga hukmronlik qilish yoki o'lim qo'rquvi ularning xayoliga ham kelmagan. Demak, Russoga ko'ra tabiiy holatdagi insonlar ikkita asosiy tamoyilga tayanib yashagan. Birinchisi fransuzchada amour de soi, ya'ni tabiiy o'zini sevish deb ataladi. Lekin shoshmang, bu xudbinlik yoki manmanlik degani emas. Aslo. Bu shunchaki insonning tirik qolishga bo'lgan instinktiv, mutlaqo zararsiz intilishi. Oddiy qilib aytganda, ovqatlanish, uxlash va sovuqdan saqlanish kabi biologik ehtiyojlar. O'sha amour de soi tamoyili bilan yashaydigan tabiiy inson albatta o'zini o'ylaydi, biroq u keraksiz janjal va ziddiyatlardan o'zini olib qochadi. U shunchaki omon qolishni va tinchgina yashashni xohlaydi xolos. Ikkinchi asosiy tamoyil esa Petya, ya'ni shafqat. Russo juda qiziq bir fikrni ilgari suradi. Omon qolish instinktidan tashqari biz insonlarda boshqa tirik mavjudotlarning azoblanishini ko'rganda tabiiy jirkanish, ularga rahm qilish hissi ham bor. Aynan mana shu tabiiy shafqat bizning xudbinligimizni muvozanatga solib turadi. Jamiyat, qonunlar yoki politsiya paydo bo'lishidan ancha oldin xuddi mana shu instinktiv shafqat odamlarni bir-biriga yovuzlik qilishdan saqlagan. Bizga qandaydir sud tuzumi kerak emasdi, chunki o'sha Petya hammamizni yomonlikdan to'sib turgan. Albatta, hayot-mamot masalasi bo'lgan jiddiy vaziyatlarni hisobga olmasa. Shosh. Agar hammasi shunchalik ajoyib bo'lgan bo'lsa, asosiy savol tug'iladi. Biz qayerda xatoga yo'l qo'ydik? Va aynan shu yerda maydonga amour propre chiqadi.
Odamlar bir joyga to'planib, tillarni o'ylab topib va eng yomoni bu yer meniki, bu mulk menga tegishli deya boshlaganida halokatli o'zgarish yuz berdi. O'sha beg'ubor Amur de Suay birdaniga buzilib, Amur properga, sun'iy zaharli bir qururga aylanib ketdi. Odamlar birdaniga bir-birlariga qarab o'zlarini solishtira boshlashdi. Ularga jamoatning e'tirofi kerak bo'lib qoldi. Men eng yaxshi ovchi bo'lishim kerak. Men eng boy yer egasi bo'lishim kerak. Bu narsa nimalarni keltirib chiqardi deysizmi? Rashk, manmanlik, qotillik va zamonaviy sivilizatsiyaning o'sha dahshatli tengsizliklarini. Russoning nazarida jamiyat bizning tabiiy pokligimizni zaharlagan bir kasallikdir. Xo'sh, agar sivilizatsiyaning o'zi kasallik bo'lsa, buning davosi bormi? Russo ochiq aytadi. Biz hech qachon orqaga, o'rmonga qayta olmaymiz. Jamiyatni butunlay bekor qilib bo'lmaydi. Ammo biz uni qayta qurishimiz mumkin. Va bu yerda biz uning shoh asariga duch kelamiz. Ijtimoiy shartnoma. 1762-yilda yozilgan bu asar insoniyatning tanazzuliga qarshi yozilgan retsept edi. Asosiy maqsad bitta. Odamlar umumiy farovonlik uchun birlashishi, har bir shaxs o'zini va mulkini himoya qilishi, lekin shu bilan birga mo'jizaviy tarzda xuddi tabiiy holatdagi kabi mutlaqo erkin bo'lib qolishi kerak edi. Ammo bunga erishish juda radikal bir qadamni talab qiladi. Hamjamiyatga to'liq bo'ysunish. Eshiting-a, Russo shunday yozadi. Har bir kishi o'zini barchaga bag'ishlab, aslida hech kimga o'zini bermaydi. Ya'ni nima? Har birimiz o'z huquqlarimizni so'zsiz ravishda butun bir jamiyatga topshirishimiz kerak bo'ladi. Hamma o'zini topshirgandan keyin tabiiyki hech kimda ustunlik qolmaydi. Siz qandaydir podshoh yoki diktatorga bo'ysunmayapsiz. Yo'q, siz o'zingiz ham teng huquqli qismi bo'lgan bitta katta axloqiy va jamoaviy tanaga bo'ysunyapsiz. Bu yagona jamoaviy tana esa Russoning eng mashhur tushunchasi bo'lmish umumiy iroda bilan boshqariladi. Xo'sh, bu amalda qanday ishlaydi o'zi? 3 ta sharti var. Birinchidan, odamlarga yetarlicha va to'g'ri ma'lumot berilishi kerak. Ikkinchidan, hech qanday partiyalar, bo'linishlar yoxud fraksiyalar bo'lmasligi lozim. Russo guruhbozlikni umuman jinidan yomon ko'rgan, chunki ular odamlarni chalg'itadi. Uchinchidan, umumiy iroda har bir alohida ovozlarning umumiy yig'indisidan paydo bo'ladi. Agar har bir inson faqat o'z hamyonini emas, balki butun xalqning farovonligini o'ylab ovoz bersa, ana o'shanda umumiy iroda yuzaga chiqadi. Va Russo qattiq ishonardiki, umumiy iroda hech qachon xato qilmaydi. Lekin aynan mana shu yerda Russoning falsafasi juda xavfli va bahsli bir burilish yasaydi. Xo'sh, aytaylik, bitta odam o'sha umumiy irodaga umuman rozi bo'lmasa-chi? Unda nima bo'ladi? Russo bunga shunday javob beradi. Umumiy iroda doimo to'g'ri yo'lni, chinakam yaxshilikni ko'zlagani uchun unga qarshi chiqqan odam shunchaki o'z foydasini tushunmayapti. U xato qilyapti. Shuning uchun ko'pchilikning manfaati yo'lida individual adolatni biroz chetga surib qo'yish mumkin. Agar kimdir umumiy irodaga qarshi chiqsa, jamiyat uni bunga majbur qiladi. Russoning quloqqa biroz dahshatli eshitiladigan so'zlari bilan aytganda, u inson erkin bo'lishga majbur qilinadi. Tushunyapsizmi? Bu juda kuchli g'oya, lekin undan qanday qilib osonlikcha dahshatli qurol yasash mumkinligini hozirdanoq his qilib turgan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, shunday zo'r jamiyatni qurish olsammi? Russo oddiy odamlar buni o'zi eplay olmaydi deb o'ylagan. Ularga qonun chiqaruvchi degan alohida bir daho kerak edi. Russo shunday deydi. Qonun chiqaruvchining buyuk qalbi uning vazifasini isbotlay oladigan yagona mo'jizadir. Tasavvur qiling, u shunday bir yetakchini xohlaganki, u xalq ehtiroslarini to'liq tushunadigan, lekin o'zi ularga berilmaydigan, deyarli ilohiy, mo'jizaviy aql egasi bo'lishi kerak. Bu inson ommani ortidan ergashtirib, chinakam vatanparvarlik va yagona qadriyatlar atrofida xalqni birlashtira olish lozim edi. Hukumatni qurdik deylik, lekin Russo fuqarolarning o'zini ham boshqatdan tarbiyalash kerakligini juda yaxshi tushungan. Ijtimoiy shartnoma bilan bir xil yilda u o'zining ta'limga oid mashhur risolasi Emilni e'lon qildi. O'ylab ko'ring, agar jamiyat insonni aynitadigan bo'lsa, unda biz qanday qilib bo'lani sog'lom va yaxshi fuqaro qilib o'stira olamiz? Russoning o'ta ta'sirchan javobi shunday edi. Bolaning ta'limini uning tabiiy ulg'ayish bosqichlariga shunday moslashtirish kerakki, sivilizatsiyaning yomon ta'siri unga umuman o'tmasin. Keling, bu qanday bo'lishini ko'ramiz. Ideal o'quvchi Emilni tarbiyalash uchun Russo sof salbiy pedagogika degan juda noodatiy usulni taklif qilgan. Birinchidan, bola qattiq nazorat ostiga olinadi. U 2 yoshida oilasidan va jamiyatdan uzoqlashtiriladi. Ikkinchidan, tarbiyachi atrof muhitni shu qadar ustalik bilan boshqaradiki, bola o'zini erkin tanlov qilyapman deb o'ylaydi. Aslida esa barchasi ssenariyo asosida bo'ladi. Uchinchidan, o'qituvchi hech qachon bolaga do'q-popasi qilib kuch ishlatmaydi. Buning o'rniga yaxshi tartibga solingan erkinlik ishga tushadi. Bola pand-nasihatlardan emas, balki nimanidir xato qilsa, uning tabiiy oqibatidan, ya'ni masalan, olanni ushlasa qo'li kuyishidan saboq oladi.
Endi e'tibor bering, Russoning bu g'oyalari qandaydir zerikarli kitoblarda qolib ketmadi. Ular portladi. Ular faol ravishda, ko'p hollarda qonli va zo'ravonlik bilan bugungi dunyomizni shakllantirdi. Uning tengsizlik haqidagi keskin tanqidlari va haqiqiy hokimiyat xalqqa tegishli bo'lish kerak degan balandparvoz chaqiriqlari Yevropa monarxiyalarini ostin-ustun qilib yubordi. Ammo bu g'oyalarning ichida shunday katta bir ziddiyat bor ediki, bir yoqda mutlaq erkinlik, ikkinchi yoqda jamiyatga so'zsiz bo'ysunish. Ana shu ziddiyat tufayli uning merosi butunlay boshqa yo'nalishlarga bo'linib ketdi. Russoning nazariyalari hayotga tatbiq qilingan eng qonli voqealardan biri bu Fransiya inqilobidir. Radikal yakobinlar yetakchisi Maksimilian Robespierre o'zini Russoning eng ashaddiy shogirdi deb bilgan, u o'sha biz gaplashgan umumiy irodadan xuddi qirg'in barot quroli kabi foydalandi. Mantiq shunday edi. Agar umumiy iroda doim haq bo'lsa, unga kim qarshi chiqsa, u xalq dushmani. Xalq dushmani esa o'lishi kerak. Robespierre hatto Russoning go'yalariga tayanib, oliy zot kultini o'rnatdi. Natija esa gilyotina, vahshiy totalitarizm va minglab qurbonlar bo'ldi. Odamlarni qon to'kish orqali erkin bo'lishga majbur qilish 10 minglab insonlarning boshini tanasidan judo qildi. Lekin, bilasizmi nima eng qiziq? Xuddi o'sha qon to'kilayotgan bir paytda Russo mutlaqo boshqa bir yo'nalishga, romantizm harakatiga ham ilhom berayotgan edi. Uning beg'ubor tabiat haqidagi shunday go'zal asarlari, tabiiy hayotni ulug'lashi va tabiatga qaytish degan mashhur g'oyasi o'sha davrdagi shoiri, rassomlar va yozuvchilarning yuragini zabt etdi. Ular sovuq, hisob-kitobli, ma'rifatparvarlik davridan charchagan edilar va Russoning hissiyotlariga, insonning ichki ovoziga va tabiatning betakror go'zalligiga e'tibor qaratishi ular uchun chinakam toza havodan nafas olishdek gap bo'ldi. Shunday ekan, Russoning qoldirgan merosidagi bu aql bovar qilmas ziddiyat kishini chindan ham hayratga soladi. Qarang, bir tomondan uning siyosiy falsafasi terror hukmronligiga o't qo'yib, jamoat nomidan oddiy insonlarni ezib tashlaydigan zamonaviy diktaturalarga g'oyaviy poydevor yaratib berdi. Boshqa tomondan esa uning shaxsiy dunyoqarashi va falsafasi nihoyatda tinch, badiiy bir romantizmni kuchaytirdi. Insoniyatni tabiatdan taskin topishga, mehribon bo'lishga va o'z his-tuyg'ularini yashirmaslikka chaqirdi. Birgina ong bir vaqtning o'zida ham jallodlar arxitektorini, ham nafis tabiat kuychisini yetishtirib berdi. Bunga qanday baho berishni odam bilmay ham qoladi. Va bu bizni juda chuqur va o'ylantiradigan bir xulosaga olib keladi. Keling, o'zimizning bugungi hayotimizga, zamonaviy dunyoga bir qaraylik. Ijtimoiy tarmoqlardagi layklarga bo'lgan telbolarcha qaramlig'imiz, odamlar orasidagi dahshatli iqtisodiy tengsizliklar, zamonaviy hayotning bitmas tuganmas stress. O'ylab ko'ring, biz hozir ham Russo asrlar avval aytgan o'sha zaharli amur propli kasalligi bilan og'rimayapmizmi? Biz hali ham u qattiq ogohlantirgan ana shu sun'iy sivilizatsiyaning qafasida qolib ketganmizmi? Bu shunchaki savol emas. Bu o'zimizga berishimiz kerak bo'lgan juda muhim so'roqdir. Va aynan mana shu narsa nima uchun Jean-Jacques Russo barcha o'sha qorong'i va tushunarsiz ziddiyatlarga qaramay haligacha ahamiyatini yo'qotmaganini isbotlaydi. Bugungi maxsus tahlilimizda biz bilan birga ushbu murakkab olamga nazar tashlaganingiz uchun katta rahmat. O'zingizga savol berishdan charchamang va har doim yangilikka intiling. Ko'rishguncha.